Assalomu alaykum. Bugungi video time management haqida. Ko'pchiliklar montajyorlar time management haqida videoni so'ragan edi. Shuning uchun shu haqida video qilishga qaror qildim. Bu video nafaqat time management, balki planlashtirishga to'g'ri keladi desak ham bo'ladi. Bitta narsani tushunishimiz kerak. Hamma narsa Xudoning qo'lida. Biz faqat harakat qilishimiz kerak. Xudodan barakat bo'ladi. Xudo xolasa. Yana bitta aytmoqchi bo'lgan narsam, bu time management planlashtirish videosini harakat qilaman har oy chiqarishga. Bu masalan planlashtirish versiya 1. Fevral oyining oxirida planlashtirish versiya 2 va hokazo chiqadi. Nima uchun? Chunki bu metod har oy o'zgarib ketyapti. Men yanvar oyida qilgan xato kamchiliklarimni shu fevral oyida ozgina o'zgartirishga harakat qildim. Bular haqida birma-bir bizlar o'tamiz. Agar sizda juda ko'p proyektlar bo'layotgan bo'lsa va nimadan boshlashni bilmayotgan bo'lsangiz, proyektlaringizdan tashqari o'zingizning shaxsiy qanaqadir planlaringiz bo'layotgan bo'lsa va ularni qachon qilishingizni bilmasdan depressiyaga kirib, uje siqilib ketgan bo'layotgan bo'lsangiz, bu video siz uchun Xudo xolasa yordam beradi va manfaatli bo'ladi degan umiddaman. Videoni oxirigacha ko'ring va izohlarda o'z fikringizni qoldiring. Yana bitta narsani aytib o'tmoqchiman. Bu hozir siz ko'rgan metodlar har xil odamlardan olib, o'zimga qulay qilib qo'yib, shu metodlardan foydalanganman. Siz ham shunaqa qilishingiz mumkin. Mendan qanaqadir metodni olib va uni kelajakda modifikatsiya qilib, ya'ni rivojlantirib, o'zingizga qulay qilib qo'yib ishlasangiz bo'ladi. Endi birma-bir boshlaylik. Tak, eng birinchi muammo, menda bo'layotgan muammo, men o'zim haqida polностью gapiraman. Fikrlarning ko'pligi, juda ko'p fikrlar, juda ko'p xohishlar va bu xohishlarni qachon nima qilishimni bilmasdan yashayotgan edim. Ya'ni juda ko'p planlarim bor edi, lekin ish bilan risk bilan qolib ketib, men qilmoqchi bo'lgan planlarimni hech oldiga ham borishga, prosta bu fikrlar miyamda uxlagan paytimda o'ynab, o'sha oxirida jonimga tegib, bitta videoga duch keldim. Bu video Marg'ilon Seysinbay okaning videolari. U videoda oka planlashtirish, kaizen planlashtirish haqida gapirib o'tganlar. Bu videoni ko'rsangiz bo'ladi va u videoni yoqgan tomoni shundaki, miyangizda hamma bo'lgan narsalarni stikerlarga yozib chiqishingiz kerak bo'ladi. Birinchi o'rinda sizda ham agar shunaqa qanaqadir juda ko'p muammolar, juda ko'p fikrlar bo'layotgan bo'lsa, sizning birinchi qilayotgan ishingiz hamma fikrlaringizni stikerlarga yozib chiqishingiz. Ya'ni xohlasangiz stikerlarga yozing, xohlasangiz kompyuterga yozing. Aynan fikr mana bu yerdan biron joyga chiqishi kerak. Marg'ilon Seysinbay aytadilarki, agar fikr stikerga nima uchun yozilishi kerak? Chunki bu qo'l bilan seziladigan bo'lishi kerak. Oldindan uzr so'rayman, meni o'zbek tilimja muncha ham yaxshi darajada emas, lekin men harakat qilyapman sizlarga tushunarli qilib yetkazib berishga. Qaytamiz, fikr material bo'lishi kerak. Ya'ni material deganimda qo'lda seziladigan darajada fikrni o'tkazish kerak. Ya'ni mana bu yerda emas, bo'ldi stikerda yozdingizmi, fikringiz qo'lingizda. Nima qilasizlar? Birinchi o'rinda aytaylik kompyuterda qilsangiz bo'ladi, lekin stikerda qilsangiz maslahatim stikerda qiling. Sizning birinchi qilayotgan vazifangiz 1 soat, 2 soat, 3 soat maksimum 3 soat bo'ladi. Maksimum 1 soatda hamma fikrlarni yozib chiqsa bo'ladi o'zatik. Qanday qilib? Mana aytaylik, men kompyuterda o'tiribman. Mana shundoq stikerni ochdim. Bu aytgancha miro.com, xohlasangiz mana shu yerda shu narsalarni qilsangiz bo'ladi. Stikerni ochdim va yozaman. Mashina olish. Da yana bitta stiker. Uy olish. Yana bitta stiker. Tam zo'r montajyor bo'lish. Yana bitta stiker. Tam ota onani umraga yuborish va hokazo. Har bitta miyangizda любой bo'lgan fikrni chiqarib olasiz.
Sizning birinchi qilayotgan vazifangiz shu fikrlarni chiqarish. Har bitta miyaga fikr keldimi, stiker. Bitta fikr, bitta stiker. Yozavering. Biz birinchi qilayotgan vazifamiz hamma fikrlarimizni stikerlarga olib chiqish. Mana shu birinchi qilish kerak bo'lgan vazifangiz. 1 soat o'tadi, taxminan 2 soat o'tadi. Bu yerda prosta yozish kerak, to'xtamasdan yozish kerak. Charchadingizmi? Boring, dam oling, sezasizki, mana bu yerda fikrlar to'xtab qoladi. Yangi fikr kelayotgan bo'lsa, birdaniga biron joyga yozib chiqasiz. Masalan, tashqariga chiqdingiz-da, kompyuterda stikerlarni yozib chiqasiz. Tashqariga chiqdingiz, fikr keldi, telefonga yozing. Mana shu paytda harakat qiling Instagram yoki biron joyga kirmaslikka. Nima uchun? Instagramda va mana bu yerda muhim narsa, Instagramda bo'layotgan qanaqadir mavzu yoki qanaqadir suhbat sizning miyangizda qolib ketishi mumkin. Va u sizning fikringiz bo'lib, как будто biron kishining maqsadi sizning fikringiz bo'layotgandek bo'ladi. Tushuntira oldim degan umiddaman. Yana bundan tashqari bizlarda filtrlar bor va bu filtrlar haqida yana gaplashamiz. Hamma fikrlaringizni yozdingiz. Bo'ldi, mazza. Va sizda taxminan mana o'zimnikini ozgina bo'lsa ham ko'rsatib chiqay. Menda taxminan mana bunaqa narsa paydo bo'ldi. Da? Bitta bitta fikr, bitta stiker. Mana shu 2026, даже gap 2026 emas. Prosta qachon qilasiz bilmaysiz, prosta shu hamma fikrlaringizni yozasiz. Menda mana shuncha taxminan chiqdi. Bu yerda nima yozganligini ko'rsatmayman, chunki u shaxsiy narsa va harakat qiling bu narsani bir o'zingiz qilishingizga. Bu shaxsiy narsa. Bu shaxs buni biron kishiga maqtanib, maqsadlaringizni aytish kerak emas. Bu shaxsiy narsa bo'lgani uchun maqsadlaringizni aytmang, planlaringizni aytmang va hokazo. Bo'ldi, bu shaxsiy bo'lib qolsin. Yana bir nechta stikerlarni yozaylik, yana nima qilsa bo'ladi. Montaj festivali, bu mani fikrim. Boshqa shaharga, boshqa davlatga sayohat, kompyuter olish, kelinglar, даже KS o'ynash. Da, shanba kuni. Fikrmi? Fikr. Yozib oldikmi? Bo'ldi, yozib oldik, bo'ldi. Fikrlarni yozdingiz, stikerlar turibdi, da, hammasi zo'r. Undan keyin yana bitta narsani qilasiz. Mana tepada mana buni bu yerda хочу, ya'ni istayman va ikkinchisi qilishim shart. Hozir qilayotgan narsamizning ma'nosi, vazifasi filtr. Mana bu yerda bizlar tushunamiz, qancha mana bu fikrlardan bizani real xohishlarimizdan chiqib qolgan va qancha fikrlarimiz buni biron kishining fikrlari. Ya'ni hozir tushuntiraman. Men istayman degan stolpga, ikkita stolpga ajratamiz va mana bu ikkita stolpga mana masalan mashina olish. Mashina olishni xohlayapsizmi yoki mashina olishingiz shartmi biron kishiga? Aytaylik shart. Chunki uydagilarni biron joyga olib ketish kerak, lekin sizga mashina kerak emas. Prosta uydagilar uchun taxminan aytaylik shunaqa vazifa, shunaqa situatsiya. Buni qilishim shart degan joyga olib chiqasiz. Uy olish xohlaysizmi yoki uy olishingiz shartmi? Aytaylik uy olishim shart-da. Zo'r montaj, uy olish davaychi shart emas, istayman. Da, stop, хотя бы ozgina metod bo'lsin. Ota-onani umraga yuborish, istayman, istak. Xohlasa shart. Bu yerda eng asosiysi nima uchun aytaman, o'zingiz qiling, hech kim yoningizda turmasligi kerak. Aytmasin-da, nima uchun men buni qilishing shart-ku, buni o'zingiz yo'q, bu birinchi o'rinda samimiy bo'ling. Kimni aldayapsiz? Hech kimni aldash kerak emas, samimiy bo'ling. Ikkilanayotgan bo'layotgan bo'lsangiz, u yerda o'zingiz hal qiling. Yoki istaymanga yoki qilishim shartga. O'zi ichkarida agar samimiy bo'lib o'tirgan bo'lsa, samimiy bo'lib mana shu narsalarni qilayotgan bo'lsangiz, o'zi javobi keladi. Qayerga bu? Yoki istayman yoki qilishim shart. Zo'r montajyor bo'lish, istaymanmi yoki qilishim shartmi? Odamga bog'liq, aytaylik bu istayman. Da, qiz o'ynash shanba kuni. Bolalar chaqirib qoldi, endi bormasam xafa bo'lishadi. Qilishim shart. Kompyuter olishim kerak ishxonada, chunki aytaylik koronavirus bo'ldi, shuning uchun ishlash uchun menga kompyuter kerak. Kompyuter olishim shart. Boshqa davlatlarga sayohat, buni istayman. Va bu yerda hamma fikrlaringizni olib chiqqaningizdan keyin sizda уже qanaqadir rasm paydo bo'ladi. Va bu rasm orqali siz tushunishingiz mumkin qancha fikrlaringiz bu sizning xohish va istaklaringiz va qancha fikrlaringiz bu
biron kishining xohishi. Bitta zo'r gapni Marg'ilon Seysenba aytgan edilar. Agar sen o'zingning xohishing bilan yashamayotgan bo'lsang, sen biron kishining xohishi bilan yashayotgan bo'lasan. Ya'ni bu deganiki, mana bu qilishim shart bo'lganlari sizda ko'p bo'layotgan bo'lsa, demak siz biron kishining xohishi orqali yashayapsiz. Tushunasizmi? Bu narsa yomon emas. Agar qilishi shart bo'lgan fikrlar juda ko'p bo'layotgan bo'lsa, bo'ldi, bu yomon degani emas. Bu deganiki, tushuningki, siz biron kishining xohishi bilan yashayapsiz. Demak, endi nima o'zingiz xohlaganingiz haqida o'ylab ko'rish vaqti kelgandir degan filtr ko'rsatadi sizga. Umumiy o'z fikringizni siz mana bu filtrlarga o'tkazib, o'sha tushunishingiz mumkinki, что siz qanaqa hayotda kechyapsiz. Biron kishining xohishlarini qilasizmi yoki o'zingizning xohishlaringizni qilasizmi? Albatta, niyatingiz yaxshi bo'lishi kerak. Mana bu filtrdan keyin sizda kartinka chiqadi. Bu prosta filtr. Va mana bu filtrning yana bitta eng zo'r tomoni shundaki, har bitta stikerni olgan paytingizda stiker ustida ozgina bo'lsa ham o'ylaysiz. Xohlaysizmi, xohlamaysizmi? Bu fikringiz, bu qayerdandir men o'ylab topmadim, men sizga bermadim bu fikrlarni-da. Va bu fikrlar sizdan chiqqan. Mana bu fikrlarni qaytadan o'qigan paytingizda qaytib yana filtr qilyapsiz, yana masalan zo'r montajyor bo'lish. Mana shuni ko'ryapsiz-da, fikr keldi. O'zi kerakmi menga bu? Nima uchun zo'r montajyor bo'lmoqchiman? Menga hammasi yetarlicha. Biram zo'r bo'lish niyatim yo'q. Prosta menga montaj yoqadi. Shuning uchun montajimni qilyapman. Atak zo'r montajyor bo'lish xohishim yo'q. Qayerdan bu narsa keldi? O'ylashni boshlaysiz. Har bitta o'qigan stikeringizda siz analiz qilasiz. To'xta, bu meni fikrimmi o'zi yoki biron kishining fikrimi? Mana bu yerda juda qiziqarli narsa. E'tiboringizni mana shunga qaratmoqchiman. Bor fikrlar bu sizning fikringiz emas. Bu biron kishining fikri. Masalan, aytaylik, o'rtoqlaringiz bilan o'tirib, bitta o'rtog'ingiz bitta mashinani maqtab bordi-da. Vashye maqtab bordi. Qanaqa mashina zo'r? Lamborghini, aytaylik, Lamborghini. Shunaqa zo'r, olmoqchiman, bilasam, shunaqa videolarni sizga ko'rsatyapti, hokazo. Va bu narsa har kuni bo'ladi. Har kuni o'rtog'ingiz bilan o'tirib shu mashina haqida gapiryapsiz va u odam sizga postoyanno shu mashina haqida gapiryapti. Bir haftani ichida bu fikr sizning boshingizda aylanishni boshlaydi. Chunki bu уже qaysidir darajada manipulyatsiya desak bo'ladi. Ya'ni odam balkim spetsialni qilmagandir bu narsani. Prosta bitta narsani aylangani uchun bu sizning fikringiz уже bo'lgani oddiy hol. Va bu bizning mana bu stikerimizga keldi. Aytaylik, zo'r montajyor bo'lish. Biron kishi postoyanno aytadi, zo'r bo'lishimiz kerak, zo'r montajyor bo'lishim kerak, unga aytyapsiz, nima qilasan? Montajdan mazza qilgan. Yo'q, tushunyapsanmi, zo'r montajyor bo'lsam, bunaqa bo'ladi. Unga ishonib, bo'l, gap yo'q, молодец. Har kuni sizga bu narsani aytyapti, bu sizda mana bu fikr paydo bo'lib qoldi. O'zi aslida sizga bu narsa kerak emas. O'zingiz bilasiz, yaxshi montajyor bo'lganingizni. Nima qilasiz biron kishiga isbotlashga, men zo'rman deyishga nima qilasiz? Mana bu yerda mana istayman qilishim shart bo'lgan stikerlarni qilib o'tirasiz. O'zi stikerlar mana aytaylik, men juda ko'p o'ylaydigan odam. Men miyamda juda ko'p narsalar aylanyapti. Mana shuncha stikerlar. Ko'p emas. Bizga ko'p deb tuyuladi o'zi aslida, lekin ko'p emas. Ko'rasizlarmi? Tasavvur qiling, shuncha narsani miyangizda ushlab yuribsiz. Bizda prefrontalniy kora degan joy bor miyamizda, mana bu yerda joylashgan va u qanaqa vazifani bajaradi. Mana bu hamma ma'lumotni ushlab turadi. Esingizdan chiqmasligi uchun. Kimgadir va'da berdingizmi, prefrontalniy kora buni eslab oladi. Nima uchun bu narsa bor? Va'da berdingizmi, va'dangizni bajarishingiz uchun. Endi mana buni qilganingizdan keyin mana bularni chiqarganingizdan keyin sizga oson bo'ladi. Undan tashqari mana bu fikrlar bilan nima qilish kerakligini Xudo xolasa videoning oxirigacha ko'ring, hammasini tushuntiraman. Filtrni qildik, tushundik. Bir-ikkita bizlarga kerak bo'lmagan fikrlarni aniqlab oldik. O'ylab ko'ring ozgina, qayerdan bu fikr keldi? Va mana shunday qilib siz manipulyatorlarni aniqlab olasiz. To'xta, mana shu bola mana shu haqida gapirgan edi. O'zi sezmasdan menga mana shu fikrim manipulyatsiya orqali kirgizib berdi. Hissiyotingizdan o'ynab, tuda-sudalar qilib, buni qilish kerak, biznes qilish kerak, jentil olish kerak, tuda-suda, tushunasizmi? Va bu narsa aylanadi va sizga kerak bo'lmagan narsalarni qilib tashlaysiz-da. Bunga vaqtingiz sarflanadi, kuchingiz ketyapti. Bo'ldi, biz filtrni qildik va bizga kerak bo'lmagan fikrlarni aniqladik. Menda ham shunaqa fikrlar bor edi. Men bunaqa qora rangda belgilab qoldim. Bular lishniy deb
belgilab oldim. Filtrimizni qildik. Biz bildikki, что bizlarda istayman va qilishim shart. Bizning misolimizda bir xil. 3 ta istayman, 3 ta qilishim shart. Yomon emas, zo'r. Ketdik dальше. Yana bitta filtr qilamiz. Gaplarim, so'zlar noto'g'ri joylashgan bo'lishi mumkin. Bu tilni yaxshi bilmaganimdan, lekin harakat qiling meni tushunishga. Keyingi qilayotgan filtrimiz juda muhim filtr. Juda muhim filtr. Bu filtr sizning missiyangiz, sizning vazifangiz, sizning maqsadingiz, nima uchun bu yerga keldik. Musulmon bo'layotgan bo'lsangiz sizda bu oson bo'ladi. Sizning birinchi qilayotgan vazifangiz Xudoning roziligini olish. O'zi mana shu maqsad, Xudoning roziligini olish bu eng maqsadlarning maqsadi. Nima uchun? Chunki bu maqsad o'lmaydi. Bu hozir aytadigan gaplarim ozgina bo'lsa ham seryozni bo'laylik. Mana shuni o'zingizga maqsad qilib olgan paytingizda siz ota-onaning roziligini olish, nima uchun? Xudoning roziligini olish uchun. Bolalarimga yaxshi vaspitaniya berish nima uchun? Xudoning roziligi uchun. Ishimni toza, to'g'ri qilishim nima uchun? Xudoning roziligi uchun. Tushunyapsizmi? Mana bu eng tepada turgan maqsad Xudoning roziligi uchun hayotimizdagi har bitta narsaga to'g'ri keladi. Agar siz Xudoning roziligi uchun yashayotgan bo'lsangiz, avtomatim shubhali yoki kerak emas bo'lgan narsalarga avtomatim nazaringiz ham qaramaydi. Chunki sizning maqsadingiz sverx zadacha bor. Zadacha bor sverx zadacha. Zadacha aytaylik syomka qilish. Sverx zadachasi nima uchun? Nima uchun syomka qilyapman? Da? Bu har bitta odamga individual. Shuning uchun mana shu narsani o'ylab ko'ring. Mana shu maqsadingizni tushunib yetib olishingiz kerak. Missiyangizni aniqlab olishingiz kerak, da? Xo'p, Xudoning roziligi uchun nima qilasiz? Mana shuni aniqlab olishingiz kerak. Odamlarga yordam beraman. Qanday qilib? Qanday qilib yordam berasiz? Ilm bilan bo'lishaman boshqalarga. Kerak bo'lgan ilmlarni, menda bo'lgan bilimimni boshqalarga tarqatishim. Da foydam bo'lishi, manfaatli hayot kechirishim. Nima uchun bizlar aniqlab oldik? Bizlarda sverx zadacha bor. Endi bu sverx zadachaga qanday qilib yetib borishimizni, mana shu missiyamizni aniqlab olishimiz kerak. Xudoning roziligi uchun bu uje avtomat mana bu yerda proshivka bo'lib qolgan narsa. Da? Xudo xolasa. Endi harakat qiling, tushunib, o'zingiz uchun tushunib olishga. Masalan, men o'zimni misol sifatida keltiray. Odamlarga foydam tegsin, foydali bilimlarni berishim va baxtli hayot kechirishim o'zimga va boshqalarga ziyon yetkazmasdan Xudoning roziligi uchun. Mana bu taxminiy missiya. Siz ham taxminan shunaqa missiya olsangiz bo'ladi. Bu qanaqadir общий. Foydali bo'lgan bilimlarni berishim, odamlarga foydali bo'lishim, butun odamzodga, baxtli hayot kechirishim Xudoning roziligi uchun. Taxminan mana shu missiyani aniqlab olasiz. Endi mana shu missiyani aniqlab olganingizdan keyin qayergadir yozib oling. Va mana bu narsani aniqlab olganingizdan keyin kelajakda sizga kelayotgan yangi proyekt, yangi fikr, uni uje missiyangizdan o'tkazasiz. Tushunyapsizmi? Ya'ni bu menga foydasi bormi? Odamlarga foydasi bormi? Ilm bormi buning ichida foydali? Xudoning roziligini olamanmi shu ishni qilsam? Da, tushunyapsizmi? Va bu filtr orqali yangi kelgan qanaqadir vazifalarni, yangi kelgan proyektlarni ha yoki yo'q deyishingizga yordam beradi bu narsa. Mana shu uchun missiya kerak bo'ladi. Ikkinchi filtrni qilyapmiz. Endi ikkinchi filtrda bu yerda biz odamlarga foydasi bor. Ikkinchisi meni baxtli qiladi. Men odamlarga foyda bilan yashamoqchiman, foydali bilimlarni bermoqchiman, baxtli hayotni kechirmoqchiman Xudoning roziligi uchun. Xudo xolasa. Va bu yerda Xudoning roziligi bilimlar.
Va bizlarda bu yerda nima bo'lyapti? Odamlarga foydasi bor, meni baxtli qiladi, Xudoning roziligi uchun bilimlar, endi bu yerda bilimlar odamlarga foydasi bor, bilimlarni u yerga ham qo'shsak bo'ladi. Shuning uchun bu yerda menga foydasi bor. Va bu yerda har bitta yozgan fikringizni mana bu yerga qo'yishga harakat qilamiz. Uy olish odamlarga foydasi bor, meni baxtli qiladi, menga foydasi bor, Xudoning roziligi. Meni baxtli qiladi va menga foydasi bor. Menimcha meni baxtli qiladi. Uy ota-onani umraga yuborish Xudoning roziligi uchun, boshqa davlatga sayohat buni meni baxtli qiladi yoki menga foydasi bor. Aynan yangi bilimlarni olish uchun men sayohat qilaman, o'zingiz xohlagandek. Buni taxminan qilaman. Mashina olish menga foydasi bor. CS o'ynash meni baxtli qiladi. Kompyuter olish. Kompyuter olganingizdan keyin ishlasangiz bo'ladi va ishlagan paytingizda qanaqadir kerakli bo'lgan proyektlarni, odamlarga kerakli bo'lgan proyektlarni yoki ishxonangizda, bu kompyuterni bizlar koronavirus bo'lgani uchun oldik. Shuning uchun bu ishimizga kerak. Agar ishimizni yaxshi bajarayotgan bo'lsak, demak bizlar kompaniyamizga foydamiz tegadi. Shuning uchun odamlarga foydasi bor. Bu meni missiyamdan kelib chiqib, men shu gapni sizlarga aytayapman. Boshqa missiyani chiqarib olsangiz bo'ladi, hech qisi yo'q. Bu sizning filtringiz. Siz odam, mana bu ichingizda bo'lgan xohishingiz, mana bu missiya o'zi ichingizda bor. Siz buni topishingiz kerak. O'ylab o'tirmaysiz, buni topishingiz kerak. Topishingizga analiz qilib, samimiy bo'lib, o'zingiz bilan gapirib, o'tirib, analiz qilishingiz kerak. Mana shu narsaga Instagramlardan iltimos, mana shu prosta yopib turing, bular xalaqit beradi. Mana bu Instagram, doom scrolling va hokazo bular sizga дополнительный fikrlarni beradi. Voy, men yomonman, men tudasida, men nima qildim, meni hayotim yo'q, ular Lamborghinida yashayapti, balki mana bu mashina olish yoki zo'r montajyor bo'lish Instagramdan kelgandir. Tushunasizlarmi? Mana bu narsa qilgan paytingizda ozgina mana shu narsalarni o'chirib tashlang. 3 soat vaqtingiz ketadi. 3 soat, maksimum 3 soat vaqtingiz ketadi. Natija bizlardan emas, bizlardan harakat va niyatimiz. Niyat qilsangiz bo'ldi. Xudoning o'zi yordam beradi inshaalloh. Tushunib yetishimiz kerakki, bu menga ham eslatma, bizning vaqtimiz bu berilgan resurs, omonat. Uning vaqti bor, lekin biz bilmaymiz qancha. Mana shunisi juda harakat qilishimiz kerak. Lekin shoshilmasdan, o'ylab, o'tirib, filtr qilib, tanlashtirib, yaxshi niyat qilib, idalish ketdi. Ishoning, hamma fikrlaringizni yozganingizdan keyin, nima qilishingizni bilganingizdan keyin sizga lishni narsalarga vaqtingizni ajratgingiz ham kelmaydi. Chunki tushunyapsiz, men shuncha narsalarni qilishim kerak, vaqtim kam. Harakat qilib, qachon harakat qilishingizni boshlaysiz, tushunasizmi? Dalshi ketdik. Mana bu filtr hayotimizdagi kerak bo'lgan har bitta yo'nalishga, hamma yo'nalish emas, endi kerak bo'lgan yo'nalishlarni tegib o'tadi. Bu qanaqa yo'nalishlar? Rus tilida aytaman, личностное развитие, ya'ni shaxsiy rivojlanishimiz, ikkinchisi семья, oila, uchinchisi biznes, неожиданно, общественные dела, jamoat ishlari, hobby. Kompyuter olish. Bu shaxsiy rivojlanishga kerakmi, oilaga kerakmi, biznesgami, jamoat ishlari, hobbigami? Biznesga, chunki bu ishxonadan. Uy olish, oila uchun. Shaxsiy rivojlanishga to'g'ri kelmaydi, jamoat ishlariga to'g'ri kelmaydi, hobbiga to'g'ri kelmaydi. CS o'yna shanba kuni hobbiga to'g'ri keladi. Boshqa davlatga sayohat, shaxsiy rivojlanish. Davlatlarga sayohat qilgan paytingizda rivojlanasiz, xohlaysizmi yo'qmi? Mashina olish. Biznesga ham bo'lishi mumkin, oilaga ham bo'lishi mumkin. Oila. Ota-onani umraga yuborish. Buni oila. Va shunday qilib siz tushunasizki, jamoat uchun hech narsa qilmayapman-ku. O'zim haqimda, o'zim uchun yashayapman, jamoat uchun yashamayapman. Bitta narsani bilishimiz kerak, agar sizda pulingiz ko'p bo'layotgan bo'lsa, qo'shningizga qarab qo'ying. Oy, qalaysiz, yaxshimisiz? Shunda bizlarda balans bo'ladi. Tushunasizmi? Yana bo'yib ketdingiz, qo'shningizda hech narsa yo'q. Qo'shningizga qarang, qajab. Qo'shningizga qarayotgan bo'lsangiz, jamoat ishlarini qilayotgan bo'lasiz. Birinchidan savob, ikkinchidan
Siz biza mana bu balansni ushlayotgan bo'lamiz. Agar hamma narsa o'zimizga bo'lsa, nima qilamiz milliardni? Qayerga tiqamiz? Boshqalarga qarashimiz kerak. Qo'shnilarimizga minimum. Mana bu yerda biz tushunyapmiz, oilaga yaxshi qarayapmiz. Молодец, zo'r. Shaxsiy rivojlanish ham bor. Buni endi Xudo xolasa buni qilamiz. Prosta buni o'zimizga tushunish uchun, to'xta, jamoat uchun hech narsa qilmayapman-ku. Jamoat uchun hech narsa yo'q. Nimadir qilish kerak demak. Qancha bir daraxt eki, niyat paydo bo'ladi. Tushunasizmi? Siz o'sha tushunasiz qanaqa hayotni kechiryapsiz fikrlaringiz orqali anglab yetasiz. Va mana bu 3 ta filtrdan o'tganimizda, mana bu yerda bitta qora begona fikrni topdik-ku, anglab yetdik-ku bitta filtrdan. Ikkinchi filtrdan yana bir ikkitasi chiqadi. Uchinchi filtrdan yana bir ikkitasi chiqadi. Balkim chiqmaydi. Mana bu filtrni harakat qilasiz. Margolon Seysenbay aytganidek, mana bu filtrlarni harakat qilasiz har yil qilishga. Nima uchun? Sizning fikringiz, qilmoqchi bo'lgan mana bu niyatlaringiz joyma-joyma. Ya'ni siz jamoatni esingizdan chiqarmadingizmi? Siz yoki jamoatga ko'p vaqtingizni qaratyapsiz, o'zingizga qaratmayapsiz vaqtni. Shaxsiy rivojlanishga qaratdingiz, oilaga qaratdingiz, jamoaviy ishlarga qaratdingiz, hobbiga qaratdingiz, lekin biznes yo'q. Biznes bu bitta narsani tushuning, даже jamoat ishlari bo'lmasa ham siz yomon odam emassiz. Tushunasizmi? Shunaqa bo'lib qoldi. Endi kelajakda buni to'g'irlash kerak, masalan. Yoki oilaga hech narsa yo'q. O'zingizni so'kmang. Shunaqa bo'lib qoldi. Nimagadir shunaqa bo'lib qoldi va buni aniqlab olishingiz kerak kelajakda bu narsa qaytarilmasligi uchun. Har bitta narsaning o'zining sababi bor. Va shu sababga ko'ra, shu sababni aniqlab olganimizdan keyin u kelajakda uni to'g'irlashimizga harakat qilishimiz kerak, niyat qilishimiz kerak. Mana bu filtrdan o'tganimizdan keyin biz uje planlashtirishga o'tamiz. Margolon Seysenbay zo'r narsani qilgan, Kanban degan narsa bor. Bu nima? Yapon tilidan olingan bo'lib, Kanban kartochka degan ma'noni anglatadi. Mana bu Kanban, mana bu stikerning o'zi Kanban. Va u Kanbanni yillarga ajratadi. Masalan, aytaylik, 2026 Kanban, 2027 va 2028. Xudo xohlasa. Mana 3 ta Kanbanni qildik. Endi mana bu hamma yozgan stikerlaringizni xohlasangiz Trelloga, men Trellodan foydalanaman. Menda Trello mana bunaqa ko'rsatilgan, Trelloni yuklab olasizda va mana bu yerda Kanban 2026 Kanban va bu yerda har bir qilmoqchi bo'lgan fikrlarim, bu hamma fikrlarim va bu uje yanvar oyidan qilib bo'lgan fikrlarim. Bir ikkita fikrlar qo'shilgan, bir ikkita maqsadlar, endi bu fikrlar maqsadlarga o'tdi. Planlashtirgan paytimizda fikrlarimiz maqsadlarga o'tdi. Tushunasizlarmi? Uje bu rivojlandi. Fikringiz maqsadga o'tdi. Orzuga emas, maqsadga. 27 Kanban bor. Bitta narsani tushunishimiz kerak. Bu plan nima bo'lishini Xudo biladi. Biz prosta agar nimadir o'xshamayotgan bo'lsa, bilingki, demak Xudoning plani yaxshiroq chem bizning planimiz. Demak, bu narsa sizga kerak emasdir. Trelloni yuklab olasiz. Trello bepul. Bepulligi 10 ta doskadan ko'p qilmoqchi bo'lsangiz, o'sha pulli versiyasini sotib olsangiz, olishingiz kerak. Lekin sizga buncha ham ko'p kerak emas. Mana ham hozir tushunyapmanki, mana bir nechta oylarni qo'ydim, mana mart, aprel, may, даже mana mart, aprel qolsin, may kerak emas. Boshqa narsalar, undan tashqari bir ikkita narsalarim bor. Hozir birma-bir o'tamiz. Mana planlashtirdik 2026-Kanban, 2027-Kanban, 28-Kanban. Kanbanlarga ajratasiz. Birinchi o'rinda men bu yerda bitta doskani sozdать qildim va uni all deb yozdim-da. Masalan, bu razgruska deb yozgan edim. Razgruska degani hamma narsani chiqarish va all sekvensiyasi demoqchi edim. All doskaga hamma fikrlaringizni yozib chiqasiz. To'xtang, so'kmang. Hozir aytishingiz mumkin, "Okka, boshidan ham Trelloga yozsak bo'lmasmidi?" Yo'q, bo'lmas edi. Hozir tushuntiraman. Har bitta fikringizni Trelloga o'tkazganingizdan keyin, o'tkazgan paytingizda, jarayoningizda, masalan, mana bu yerda KS o'yini shanba kuni. Men Trelloga buni yozyapman qo'lim bilan, doskani. Mana Trelloda qanday qilib ochsa bo'ladi? Masalan, sozdать degan joyi bor. Sozdайте доску. Doskani bitta bosamiz, all deb yozamiz. Okay.
Va bu yerga prosta yozishni boshlaymiz. Birinchi o'rinda KS o'ynash. Bu prosta spisak dosk. Da, bu yerda kartochka, добавить kartochka. Endi mana bu kartochkani KS o'ynash deb bitta bosaman. Mana shu уже oxirgi, mana shu yerga qo'yildimi bu narsa? Xudo xolasa, inshaalloh mana shu narsa qilinadi. Tushundingizmi? Ya'ni mana bu filtrdan o'tishi kerak edi. Balkim KS o'ynash fikrini men bu yerga o'tkazgan paytingizda, balkim kerak emasdir. Nima qilaman o'ynab? O'ynagim kelmayapti. Arxivirovать, все, ketdi. Shuning uchun mana shu oxirgi Trello kerak. Tushunasizmi? Keling yozaylik. Counter o'ynash. Okey. Dalshi qanaqa fikrim bor edi? Kompyuter olish. Ketdik. Kompyuter olish. Va hokazo. Mana bularni yozib chiqasiz. Charchatdim sizlarni. Ozgina qoldi. Xudo xolasa manfaatli bo'ladi degan umiddaman. Endi biz qilayotgan narsa mana bu yerda doskalarni yana bitta mana bu teparoqda mana bu yerda bosamiz yozamiz 2026, 2027, xudo xolasa 2028, xudo xolasa. KS o'ynash qachonga? 2026. Kelinglar hamma fikrlar, hamma maqsadlarni yozib oling. KS o'ynash qachonga? 26 da. Kompyuter olish qachonga? Biron bir joyda siz prosta kalendarni ochib olasiz. Kalendarni ochib qo'yib va mana bu yerda yoningizda prosta qo'yib turasiz biron joyga. Kalendarni qo'yib, kalendarga qarab turib, xudo xolasa yaxshi niyat qilib, kompyuter olishni 26 da ulguramanmikan? Davay niyat qilib oldim. 2026 da olaman kompyuter nasib bo'lsa. Ota-onani umraga yuborish 2027 da xudo xolasa. Boshqa davlatga sayohat 27 da ota-onani umraga yuborayotgan bo'lsam, o'zim ham balkim ota-onani umraga shu yil yuboray, kompyuter shart va 2027-yilda boshqa davlatga o'zim boraman. Mashinani olishimni zarur emas. 28 da olaman. Uy olishim xudo xohlasa 28 yoki undan ham uzoq paytlar. Ko'rasizlarmi hozir nima bo'ldi? Hozir biz taxminan maqsadimizni joyma-joy qo'yib ketdik. Yana qaytaraman, hamma narsa Xudoning qo'lida. Biz buni bilamiz. Niyat qilib oldik. Bu niyatimiz. Tushunasizlarmi? Bu niyatimiz. Qilmoqchi bo'lgan vazifamiz. Endi duolarimizda Xudodan so'raymiz shu narsalarni. Bo'ldi. 2026-yilda bizda bu yerda 1 2 3 4 5 6 ta maqsadlar va 6 ta maqsadlar 3 yilga taqsimlandi. O'sha 6 ta. Men bilmayman sizda qancha fikrlar bo'ladi, maqsadlar bo'ladi va bu maqsadlarni to'g'ri o'zingiz taxminan bilib oling. Nimadir o'xshamayotgan bo'lsa, bilingki yaxshilikka. Bilingki, demak, masalan, kompyuter olish shu yil o'xshamadi, lekin ota-onani umraga yubordingiz. Demak, kompyuter sizga bu yil kerak emas o'zi aslida. Da? Tushunasizlar? Spokojniy yengil yashaysiz. Buni taxminiy, bu birinchi o'rinda taxminiy planlash. O'xshamadimi? Bo'ldi, analiz qiling, tushuningki bu yaxshilikka bo'ldi va spokojniy yashang. Da, odatdagidek mana shu 3 ta narsani 26-yilga tushdi, 27-yilda faqat boshqa davlatlarga chiqish, balkim kompyuter olishni ham 27 ga o'tkazarmiz. Shunda bizlarda spokojniy 26, 27, 28 da o'z ishlarimizni qilamiz. Da, uje naперед o'ylayapsiz-da, uje 3 yilga oldin xudo xolasa o'ylayapsiz. Hozir biz nima qildik? Bizlarning boshimizda prefrontalniy korada o'ynaladigan miya deylik. Miyamizda bo'lgan fikrlarni qog'ozga chiqardik. Qog'ozdan buni xudo xolasa yillik planlarga qo'yib chiqdik. Endi yillik planlarni oylarga ajratamiz. Mani maslahatim 12 ta oy qilishingiz shart emas. Men jindilik qilib 12 ta oy qildim, u befoyda bo'ldi. Maksimum 2 ta oy. Xo'p, maksimum 3 ta oy qilaylik. Masalan, hozirgi oy fevral, mart, aprel. Xudo xolasa Ramazon, Ramazonni ham planlashtirib, fevral degan doskani chiqarasiz. Создать доску. Fevral. Va mana bu yerda qiziq.
har kuni ochiladigan doskangiz shu bo'ladi. Har kuni ochiladigan doskangiz shu. Mana shu doska orqali ishlaysiz. Va mana bu yerda qilish kerak. Keyingisi planlashtirilgan. Undan keyin to'ppi manda emas. Hozir tushuntiraman. Qilinyapti. Qilinyapti o'zi aslida, da. Bugun tugadi. Endi hozir tushuntiraman. Mana bu stolblar sizlarda turadi. Qilish kerakda shu oy qilmoqchi bo'lgan maqsadlaringizni qo'yasiz. Undan keyin planlashtirilgan. Oyning o'zida konkretni datalari, masalan 10-fevralda aniq shuni qilishim kerak, harakat qilishim kerak, da qo'yasiz planlashtirilganga. To'ppi manda emas. Bu nima degani? Bor bir ikkita proyektlar mas'uliyati sizda emas, lekin proyektdasiz. Masalan, aytaylik, montajni tugatdingiz, da biz montajyormiz. Montajni tugatdingiz va montajni berdingiz mijozga. Mijoz javobini berish kerak. Proyekt yopilmadi hali, mijoz ko'ryapti. Shuning uchun montajingizni tugatdingizmi, mijozga berdingizmi, kartangizni to'ppi manda emas degan joyga qo'ysangiz bo'ladi. Ya'ni bu yerda xohlagan mas'uliyat manda emas, men qilishim kerak emas, kutyapman deb yozsangiz bo'ladi, farqi yo'q. Bu deganiki, vazifa bajarildi siz tomondan, lekin siz uning bajarilishi, boshqa odamning bajarilishini kutyapsiz. Qilinyapti, demak, hozirgi paytda siz qilayotgan proyektingiz. Hozir nima qilayotgan bo'lsangiz, masalan, men hozir syomkada. Menda hozir syomka protsessi ketyapti. Bugun qilish kerakdan siz bugunga olasiz proyektlarni. Tugadi. Tugadi, endi tugadi. Endi qanday qilib ishlaymiz? Mana masalan doskaga kiramiz. Olga kiramiz hamma proyektlarimizni. 2026-yilga hammalarini o'tkazdik yoki shu bitta doskada har bitta fikrlarimizni qoldirdik va buni masalan CS o'ynashni men nima qilaman? Mana bu yerda mana bu 3 ta nuqtachasi bor. Shundoq bosib olib перемещение va mana bu yerda qaysi doskaga degan joyi bor, doska. Va bu doskani 2-fevralga o'tkazaman qilish kerakka. O'tkazdik. Ota-onani umraga yuborish. Okey, men shundoq olib переместить fevralga qilmoqchisizda shu. Даже fevralga emas. Kelinglar buni martda qilmoqchisiz. Ha, xohla. Lekin kelinglar, yaxshi niyat yarim davlat. Fevralga qilish kerak. Ketdik. Okey. Endi biz doskamizga qaytamiz, 2-fevral doskasiga va mana bu yerga e'tibor bering, qilish kerak. CS o'ynash va ota-onani umraga yuborish. Endi bizlar bugunni o'zida CS o'ynamoqchi bizlar va ota-onani umraga yuborish shu oyda planlashtirdik. Fevralning qaysi kunida doska kartochkalarni ochsa bo'ladi. Ochganingizdan keyin mana bu yerda bir nechta narsalar paydo bo'ladi. Mana bu yerda datani bosamiz va datasida Xudo xolasa 26-fevralda ota-onani umraga yuboramiz deb yaxshi niyat qilamiz, duolarni qilamiz va Xudo xolasa vola. Tushunyapsizmi? Bu narsa turadi bu yerda. Bu yerda emas, mana bu yerda turadi. CS bugun o'ynaysiz. Shundoq borib CSga o'ynashdan oldin qilinyapti. Ketdingiz, o'ynadingiz, tugadi. Bo'ldi. Ha, bundoq buni bossangiz bo'ladi. To'ppi manda emas. Masalan, biletni oldingiz. Mana bu 26-fevral yaqinlashyapti. Biletlarni sotib olish kerak. Bugunga oldingiz bu narsani. Endi 26da yubormoqchisiz. Lekin bugun, masalan, aytaylik, bugun nechinchi chislo? Bugun 5-chisloda. 5-chisloga siz o'zingizga mana bu yerda checklistlarni qo'ysangiz bo'ladi va bu yerda biletlarni olish, aniqlash, hatto aniqlab olish. Aniqlab olish. Biletlarni aniqlab oldingiz va sizga aytayaptiki, kutinglar. Da yaqin orada sizga qo'ng'iroq qilamiz. Endi bu bratni biz faqat kutmaymiz, to'ppi manda emas. Bizning o'zimizni qilinayotgan ishlarimiz mana bu yerda odatda ko'p bo'ladi. Xudoga shukr, hamma narsani ulgurdik. Endi mana bu yerga kelib, bizlar doskalarimizga o'tib, oldin kompyuter olishni 2027 dan 26 ga o'tkazamiz va buni fevral oyiga ulguramiz qilishga. Shuning uchun mana bu yerda o'tib, doskalarga o'tib, fevral oyiga kompyuterni olishim da planlashtirdim. Qachonga? Aytaylik 10-chislolarda va shundoq qilib siz ishlaysiz. Bitta narsani qilishingiz kerak. Har ertalab
Trello'ni ochib, Marg'ilon Seysenbay aytganlaridek, ularda Kaizen chas degan odatlari bor. Ya'ni mana bu Kaizen. O'zi Kaizen so'zining ma'nosi yaxshi, har kunga ozgina bo'lsa ham rivojlanish, o'z ishingizda yaxshi bo'lish. Montaj Kaizeni bo'lishi mumkin, planlashtirishning Kaizeni bo'lishi mumkin va hokazo va hokazo. Kaizen so'zini falsafasi bor va buni Kaizen deyshadi. Kichkina lekin davomiylikda. Sizda ham shunaqa odat bo'lishi kerak. Bo'lmasa mana bu hamma qilgan narsalaringiz bekorga. Agar siz ertalab kelib Trello'ni ochib planlashtirmasangiz hamma narsa bekorga. Planlashtirishda nima qilasiz? Mana aytaylik, ertalab keldingiz, fevral oyini ochasiz. Tak, fevral oyida qanaqa ishlarim bor? Okey, mana shu ishlarim bor. Qachonga bularni qila olaman? Bugunga mana buni olaman, KSni ham bugunga olaman, buni bugunga ololmasam kerak, planlashtiraman, va hokazo va hokazo. Fikrlaysiz, o'ylaysiz qanday nima qilishini va keyin oxirida uje to'g'rilab chiqasiz. Kelinglar, men o'zimni misolimni ko'rsatay. Mana masalan, mana bu yerda izbrinni bor. 2 fevral izbrinni bo'lyapti. Menda hozir taxminan mana bunaqa narsa. Qilmoqchi bo'lgan narsalarimdan mana shular qoldi. Bularni aniq datalarini bilmayman. Mana bu yerda juda ko'p narsalar planlashtirilgan, o'z vaqtlari bor. Xudo xolasa bu narsalarni qilaman. Bu narsa mendan emas, men kutyapman. Bu yerda protsessda hozir men syomkani qilganim uchun mana bu narsa protsessda turibdi. Undan tashqari bir nechta narsalarni qilishim kerak bugun. Qilmasam ham hech qisi yo'q. Bu planlashtirishning zo'r tomoni shundaki, agar nimadirni qilmayotgan bo'lsangiz, ulgurmayotgan bo'lsangiz, hech qisi yo'q, kartochkalarni o'tkazib yuborasiz va bu ishlarni fevraldan martga o'tkazsangiz bo'ladi. Martdan aprelga o'tkazsangiz bo'ladi. Qisqasi, bu yerda aynan sizni fikringiz maqsadga aylanib, bu bitta potokka o'tadi. Potok deganimda mana fikr keldi, bo'ldi, u ketadi. Uni yo'qotib bo'lmaydi, u pastdan bu yerda turadi. Va eng qiziq joyi shundaki, oxirida masalan yanvar tugatdimi? Yanvar tugatganimdan keyin bu yerda mana 2026 kanban bor. Va bu yerda yanvar degan tugatilgan ishlarni qo'ydim. Nima uchun? Vaqtim bekorga o'tmaganligini ko'rishim uchun. Bo'ladi, mana shunaqa fikrlar bo'ladi. Men bekorga yashadim. Nima qildim o'zi? Nima bo'ldi? Bir oy o'tib qoldi-yu, hech narsa ham qilmadim, hech narsa ulgurmadim. Ulgurding. Ko'p narsalarni ulgurding. Ko'p narsalarni qilding. Xudoga shukr qil. Tushunasizmi? Bu narsalar shukr qilishga yordam beradi. Siz ko'rasiz, что vaqtingiz bekorga o'tmadi. Ko'p narsalarni qildingiz o'zi aslida. Shuning uchun shukr qiling. Endi yana bitta narsani sezdim. Maqsadlar ikkita toifaga bo'linadi. Birinchi toifadagi maqsadlar bular pul bilan hal qilinadigan va pulsiz. Ya'ni bu oddiy maqsadlar. Biron narsa qilish, umraga ota-onani yuborish, mablag' kerak-da. Kompyuter olish, mablag' kerak. Va bor, o'zingiz sezasiz. Bor shunaqa fikrlar, ular faqat odatlar. Odat. Masalan, ota-onaga telefon qilish. Shunaqa fikringiz bo'lishi mumkin. Ota-onaga telefon qilmoqchiman. Yaxshi odam bo'lmoqchiman. Yaxshi odam bo'lish, endi uning konkretikasi kerak. Bu haqida ham hozir ozgina bo'lsa ham gapiramiz. Odatlar va maqsadlar. Odat ham maqsad bo'lishi mumkin, lekin tushundingiz degan umiddaman. Ya'ni bu qilinayotgan narsa, bu o'zingizni odatlantirishingiz kerak. Buni to'xtashi yo'q. Buni to'xtashi bor. Va ota-onani umraga yuborish. Fevralning oxirida yubordik, bo'ldi. Odatlar esa ular davomiylikda bo'ladi. Ya'ni to'xtovsiz. Shuning uchun uni odat deydi. Bir vaqt prosta kontrol qilishingiz kerak bo'ladi bu narsalarni, keyinchalik esa bu osonlashib ketadi. Shuning uchun odatlarni qanday qilib, men o'zimda sezdim, menda juda ko'p maqsadlar bor edi va odatlar bor edi. Va odatlarni qanday qilib men ularni qo'shaman? Ular har kuni oldimda o'tish kerak. Bular uchun nima qilasiz? Habit tracker degan dasturlar bor. Habit degani odat, tracker degani tracker, ya'ni zapis qilib olish, biron joyga yuklab olish, yozib olish. Habit trackerlarga bir nechta odatlaringizni yozib olasiz va har kuni ularni qilishga harakat qilasiz. Mana masalan, hozir bilmayman sizda ko'rinadimi yo'qmi? Menda mana bunaqa habit trackerim bor. Mana hozir ko'rinadimi yo'qmi? Taxminan mana bu yerlarda juda ko'p odatlari bor va bu odatlarni yozib chiqaman. Va bu odatlar meni
boshida yozgan fikrlarimdan, maqsadlarimdan mana bu yerga o'tkazdim. Ularni aniqlab olish juda oson. O'zingiz ko'rasiz, bu masalan to'g'ri yurishda osankani to'g'rilash. Nima bu odat? So'kinmaslik bu odat. Ota-onaga telefon qilish har kuni bu odat, sadaqa qilish bu odat va bularni prosta telefoningizga yozib olasiz va uni ham mana planlashtirishga har kuni bizga qaytamiz va ertalab turdik, bismillah deb shunday ochamiz, tak bugun nima qilmoqchimiz, nima niyatimiz bor. Xo'p, okey, men buni qilishim kerak, men buni qilishim kerak, men buni qilaman. Хорошо. Undan keyin trekkerini ochasiz, tak qaysi odatlarim bugun bo'lishi kerak? Men buni qilishim kerak, men buni qilishim kerak. Xo'p, qilgan paytingizda shundoq bosib olasiz va sizga ham ozgina bo'lsa ham mana bunaqa dopamincha beradi. Dopamin emas, serotonin, endi mazza qilasiz. Shuning uchun odatlarni mana bu yerga qo'ying. Yana bitta narsa oxirgisi bo'ldi. Oxirgisi, keyin ketaman. Maqsadlarning konkretlashtirilishi. Ota-onani umraga yuborish bu konkretniy vazifa. Kompyuter olish bu konkretniy vazifa. Masalan, aytaylik, boy bo'lish. Mana eng mashhuri boy bo'lish. Boy bo'lmoqchiman. Fikr bor, maqsad bor. Konkretniy emas. Shuning uchun bu maqsadga qaytadan yozasiz va u yerga yozasiz. Oyligim $5000 ko'tarishim. Maqsad konkretni bo'ldi. Endi siz o'ylashni boshlaysiz. Qanday qilib men buni qilaman? Bugunga shu. Bu juda katta dars bo'ldi, planlashtirish haqidagi dars. Yana time management haqida yana gaplashamiz. Xudo xolasa keyingi videolarda. Video juda katta bo'ldi. Shuning uchun sizning vaqtingizni ham olmaslik uchun sizni qo'yib yuboraman. Izohlarda o'z fikringizni yozing. Yoqgan bo'lsa like bosing. Keyingi выпускni podkast qilish niyatim bor. Shuning uchun yozinglar, kim bilan podkast qilishni keyingi haftagacha ko'rishguncha